Javohir kim? Meni o'g'lim Javohir, meni o'g'lim. 35 yoshda. 1.650.000 so'm pul topadi. Pulini olmayman. O'zi onamsiz ishlatib beradi. Shunday xursand bo'lib ketaman. Yaxshiyam o'stirgan ekanman bolam, aylanay. Voy bo'ldi, bomadim. Mayli, hech narsa qilmaydi. Bir kuni bir joyga boruvdik, 6 million oylik olarkan bizga kamlik qildi endi. To'slanishga. Kelin ishlasin. Nimaga ishlamaydi? Kelin ishlasin. Kelin odam emas. Odam qizda bizga qiz bo'ladi. Topganini ayamaydigan, meni o'zini onasiday ko'radigan qiz kerak. Meni bolam bitta bolam bor. 35 yildan bir mana shu ko'zimni qorachig'iday asrab kelaman. Italianskiy mebeldan qilsin, turetskilardan qilsin. Kiymasam ham kiydirdim. Yemasam ham yedirdim mana shu bolam. Kelinim ham endi shunaqa qilsa bizga qulchilik deb bekorga aytilmaydi. Shu ko'ynimizni olib, kasal bo'lganda ukol-pukollarni qilib, qarab, har tomonlama zo'r bo'lsin deyman-da. Eram kerak menga, agar bo'lsa yaxshi toparman, tutarman. Bolamni qattiq gapirmasin, qo'rqitib qo'ysa, chiqib ketishi mumkin. Ba'zida bolam qo'rqib men bilan uxlaydi. Shu narsalarga rozi bo'lsa, mayli yerga tegaman. O'g'lim ba'zida shuni aytmabman, qo'rqadi, men bilan uxlaydi ba'zida. Chunki endi bilmayman, bu babalar haydab yuboradi. Shunga shu rostini aytishim kerakda. Kelin endi o'zi qo'rqib qolsa, mayli kelinni ham olib yotaveramiz, yerga joy solib beramiz. Rozi bo'lsa kelinimiz, qizimiz,